yerni ushlab kindiga bo'lsa uzib oladigan bo'lgan. Mana shunday kuch-quvvatli, chiroyli, totli, shirin hayotdan keksalik, qarilik umriga boradiki, o'zini ham boshqara olmay qoladi odam. Tishlar yo'q, oshqozon hazm qila olmaydi, oyoq qo'l avvalgidek emas. Ammo mana shu qarilik hayoti ibodat bilan o'tayotgan bo'lsa, naqadar chiroyli bo'ladi bu qarilik. Shuning uchun yigitlar, biz yoshligimizni Allohga bo'lgan toat bilan o'tkazishga haris bo'laylik. Agar shunday qila olasak, qariligimizgacha juda katta bir zaxira to'plab qo'ygan bo'lamiz. Ana solih kishilardan biri qari, yoshi 70-80 ga borganda ham jismonan sog'lom ekanligini ko'rib hayron bo'lgan yoshlar. So'rashgan. Ko'zlari tiniq, tishlari joyida, tili, ko'zi, quloq hamma a'zolari joyida. Qanday qilib erishdingiz bu narsaga? Javob berdi solih kishi. Bu a'zolarda hammasi omonat edi. Til, ko'z, quloq, oyoq, qorin. Bu omonatni Alloh taolo bizga qo'yganida yoshligimizda u omonatga xiyonat qilmadik, saqladik. Alloh qariganimizda bizga bu a'zolarni saqlab berdi. Shuning uchun yoshligimizni Allohning toatiga sarf qilaylik, birodarlar. Kim Qur'onni yoshligida ta'lim olsa, birodarlar, bu Qur'onni ta'lim olgan odam umrining oxirigacha bu Qur'ondan foydalanadi. Ato ibn Abi Raboh 100 yil umr ko'rdi. 100 yil umr ko'rdi. Hayotini ilm, amal, taqvo, poklik bilan to'ldirdi. Hayotini odamlarning qo'lida zohid bo'lishlik bilan o'tkazdi. Allohning huzuridagi narsaga umid bilan o'tkazdi. Xulosa. Bu ulug' tobiin o'zi qora habashi edi. Uni oldiga borgan xalifaga nimani vasiyat qildi? Sulaymon ibn Abdul Malik bu Ato ibn Abi Rabohni